Assalomu alaykum Bar sport klubi kuzatuvchilari. Bizda mana 31 dekabr hamma uyida har doimgidek bozor o'charlar qilib biza mana trenovkani davom ettiramiz. Mana hamma sportchilarimiz ko'rsin. Mana bizda men o'zimiz ham bilasizlar, Mansur Tuguzbayev bilan biz saunadan chiqib eng yaxshi suvga tushamiz. Hozir kuni mana asldan shogirdimiz. Mana shu suvda, mana shunaqa ekan, mana suvda hozir mana shunaqa kalla tashiydi. Aslida qani ishonmayapsizlar menga Mansur aka. Men hozir tashlaganning u ham tashlayman deyapti. Men cho'g'ilib chiqdim. Bu tashlayman deyapti. Qanday tashaqani? Просто belarni o'z moldan katta bo'lganman. Mana hozir ko'rasizlar hozir. Bo'laqa. Aslida bitta ko'raylik. San nalot tashan, boy sanchilib qolmagan yana. Pik bo'ladi, pik. Ya sekin akkurat aytaman, lekin ishonmayapsizlar. Men mo'rchi bo'lganman, ustozlar. Sen juda kuchli mo'rchi bo'lgansan. Qani? Qani? Mana yaq kalatunda. O'la chiq yetadi. Ko'rdinglarmi? Yaq kunda mana bizda dab yo'q. Aslida malades, mana yiqilib tushmay ehtiyot bo'l. Hamma yiqildi, mana asos. Va cho'milganiga bu ham cho'milib kelib qoldi. Kuzatishda davom etinglar. Yengilliklardan keyin yengilliklarimiz, juda seriyoz yengilliklarimiz bor. 5-yanvardan trenovkalarimiz boshlanadi. Hammaga o'xshay, hammaga qadrat musobaqalar turibdi. Xudo xolasa Mansur Tuguzbayev birinchi boshlab beradi. 15-yanvar kuni Mansur Tuguzbayev Alashpraytda yaxshi raqib bilan musobaqaga chiqadi. Xudo xolasa duoda bo'linglar. Yangi yil muborak bo'lsin, Megajin.